Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Muhtaram birodarlar, akalar, ukalar, biz sotsializm davrida tug'ilib, o'sha davrda yashab katta bo'ldik. Shu davrda o'qituv tarzi hozir ham davom etmoqda. U davrda hamma maktablar, institutlar davlat miqyosida hammasini vazifasi kommunistlarni tayyorlash, xudosizlarni tarbiyalab yetishtirish bo'lgan. Shuning uchun maktabda ham, institutda ham hamma joyda dinni qoralab, dinni zahar deb, dinni odamlar o'ylab chiqqan afsona deb musulmonlarni farzandlariga o'qitishgan va shu fikrni qo'yishgan. Endi shu fikrlarning orasidan bitta eng asosiy zahari shuki, ular aytishganki, biz faqat his qilib turgan, ko'rgan, eshitgan, ya'ni his organlarimiz bilan, his a'zolarimiz bilan his qilib turgan narsalarnigina tan olamiz. Biz his qilmayotgan, sezmayotgan, ko'zimiz bilan ko'rmayotgan, qulog'imiz bilan eshitmayotgan narsalarni tan olmaymiz deb tushuntirishgan. Bu bilan endi masalan islomda Allohni birov ko'ra olmaydi, his qila olmaydi, oxiratni, do'zax va jannatni his qila olmaydi, farishtalar, jinlarni his qila olmaydi. Mana bularga bo'lgan ishonchni, iymonni yo'qotish uchun, hech bo'lmaganda bu iymonni zaiflashtirish uchun mana shunday fikrni, shu zaharni bizga qo'yishgan musulmonlarga. Endi bu fikrni noto'g'riligi, ba'zilar uni noto'g'riligini tushunib yetgan, ba'zilar esa haligacha shu fikrni to'g'ri deb yuradi. Endi inson agar kommunistlar aytgandek faqat ko'rgan, eshitgan, his qilgan narsamnigina tan olaman desa, bu juda katta xato. Xatoligi shundaki, hayotda buni aksi ko'rinib turibdi. Ya'ni masalan biz narsalarni jonli va jonsizlarga ajratamiz. Jondor va jonsiz. Ya'ni jonli, jondor deganda bu narsalarda joni bor deganimiz, jonsiz deganimiz bu narsalarda jon yo'q deganimiz. Endi masalan insonni oladigan bo'lsak, inson o'sha jonli narsalarni ichiga kiradi. Insonda joni borligini qayerdan bilamiz? Agar inson harakatda bo'lsa, ya'ni oyoq qo'li shol bo'lib yotgan bo'lsa ham, lekin tomirini ushlasangiz, tomirida qon harakatlanayotgan bo'lsa, qon aylanayotgan bo'lsa, u hali o'lmabdi, buni joni bor deyiladi. Endi ya'ni shu mustaqil harakat shu jonni alomati. Endi nafaqat qonni, bu yerda qonda gap emas, harakatda gap. Masalan, qoni yo'q narsalar bor. Masalan, qurtlarni oling, qoni yo'q ularda, lekin ularda harakat bor. Ularda yuragi yo'q, lekin harakat bor. Shuning uchun uni ham jonli va jonsizi, ya'ni tirigi, o'ligi bor. Buni hamma tan oladi, lekin shu jon degan so'zni ishlatayotgan narsani jon, hech kim jonni ko'rmagan, jonni his qilmagan, jonni qanaqa rangliligini, yumshoq qattiqligini, katta kichikligini, uni shaklini hech kim bilmaydi. Ya'ni jonni nimaligini bilmaymiz, lekin jon borligini bilamiz. Jonni borligini uni alomatlaridan bilinadi. Jonni borligini alomati bu o'sish va mustaqil harakat. Demak, o'sha mustaqil harakatga qarab turib biz bunda jon bor yoki bunda jon yo'q deymiz. Agar bir narsani qimirlamay tursa, uni qimirlatsangiz ham o'zi harakatga kelmasa, harakatlanmasa mustaqil, uni jonsiz deyiladi. Lekin masalan, deb qarasangiz, bir narsa harakatlanib yurib ketayotgan bo'lsa yoki uchayotgan bo'lsa, u harakatini ko'rib turib siz bu jonli narsa ekan deysiz. Harakat esa bu jon emas, jonni alomati. Demak biz
jonni ko'rmasdan turib tan olyapmiz. Uni tan olmasak, unda narsalarni jonli va jonsizga ajratmasligimiz kerak edi. Shunga o'xshagan juda ko'p narsalar borki, hayotda biz ko'rmasak ham, eshitmasak ham, his qilmasak ham uni alomatlaridan bilib olamiz, uni bor yo'qligini. Demak, bu kommunistlarda ko'rgan narsamni tan olaman, his qilgan narsamni tan olaman, his qilmagan narsamni tan olmayman degan fikri umuman noto'g'ri. Ya'ni bir fikrni to'g'ri noto'g'riligini voqeda hayotda tasdig'iga qarab turib bilinadi. Bu tasdiqlansa haqiqatda to'g'ri bo'ladi, lekin hayotda tasdiqlanmasa, uni aksi bo'ladigan bo'lsa, unda noto'g'ri bo'ladi. Demak, bu fikr, kommunistlar bizga bergan bu fikr noto'g'ri. Endi masalan, ko'pchilik mana shu noto'g'ri fikrga tayanib Allohni borligini inkor qiladi yoki borligiga shubha qiladi. Ko'p odamlar aytadiki, kim ko'ribdi deydi, yoki oxiratda, do'zax, jannatda kim borib kelibdi deydi. Ya'ni bu o'sha kommunistlarning bizga bergan noto'g'ri fikrini, zahrini ta'siri. Endi Allohni qanday bilamiz? Qanday Allohni borligini topamiz? Bu xuddi jonga o'xshab, Allohni borligi uni yaratgan narsalarini, ya'ni atrofimizdagi narsalar haqida fikr yuritishlik orqali bularda ortida turgan, ularni yaratgan zotni anglab yetiladi. Misol uchun, mana kompyuterda oladigan bo'lsak, kompyuter mana 100 yil avval yo'q edi. 100 yilni buyog'ida paydo bo'lgan narsa. Inson bu narsani kompyuterda u yoqdan bu yoqdan to'plab buni yasadi. Yaratgani yo'q, yasadi buni. Tayyor bor narsalardan buni yasadi. Endi bu kompyuterni yasagan kishini kompyuterni ichidan istamaysiz. O'zini ham qo'shib kompyuterni ichiga tiqib tashlamaydi. U kompyuterni qarab, kompyuterni o'rganishlik bilan kompyuterni tashqarisida bo'lgan uni yasovchisini topiladi. Qanday? Masalan, kompyuterda atrofida har xil narsalar turgan bo'lsa, biz hech qachon aytmaymizki, kompyuterda mana bu atrofida yonida turgan narsalar yasagan, ana shulardan kelib chiqqan demaymiz. Uni yonida kitob turgan bo'lsa, hatto o'sha kompyuterda qanday yasashlik haqida yozilgan kitob turgan bo'lsa, biz mana shu kitob qildi bu kompyuterda demaymiz. Yoki yonida kuchli fil turgan bo'lsa, bu fil qildi demaymiz. Kompyuterda yanida shu nima deydi, polvon turgan bo'lsa, mana shu polvon buni qildi demaymiz. Uni kim yasaganligini bilish uchun biz kompyuterda o'zini o'rganamizda, shunaqa narsani yasash uchun qanchalik bilim kerak, qanchalik ma'lumot kerak. Mana bu narsani bilgandan keyin shu ma'lumot, shunaqa bilim, shunaqa mohirlik kimda bor deb mana shu nuqtadan qarashni boshlaymiz, izlaymiz. Ana undan keyin biz aytamizki, buni inson qilgan, lekin hamma inson ham buni qila olmaydi. Hamma inson qildi degani emas. Buni insonlarda orasida ham xuddi mana shu kompyuterni yasash uchun zarur bo'lgan ilmlarga, fizika, matematika, shu kabi ilmlarga ega bo'lgan kishi qilgan buni deymiz. U odamni ko'rmasak ham, u odam bilan tanish bo'lmasak ham, shunaqa odam qilgan deymiz. To'g'ri kelgan odamni buni qildi deya olmaymiz. Endi xuddi shuni singari birodarlar, kompyuterni ko'rib turib, kompyuterda yasagan odamga baho beryapmiz. Palonchi mana shu kompyuterda qilgan, yasagan desa, palonchi haqida bizda ma'lumot o'z-o'zidan paydo bo'ladiki, demak bu palonchi ahmoq odam emas ekan deymiz. Demak u judayam aqlli inson ekan. Unda shu kompyuterning ichidagi har bir detallarini, har bir metallarni xususiyatlari
va uni ishlatishdi, uni tartibga solishdi, bir-biriga qo'shishdi. Mana bu narsalarni juda yaxshi bilgan odam ekan deymiz. Bu bahoyimiz u odamdan so'rab emas, kompyuter orqali bilyapmiz. Kompyuterni tekshirib, uni qanchalik murakkabligiga qarab turib, o'sha kompyuterni yasagan odamda qanchalik aqlli ekanligiga biz baho beryapmiz. Endi xuddi shuni singari biz agar hayotimizdagi narsalarni oladigan bo'lsak, misol uchun ko'p narsalarda misol keltirish mumkin. Bizni yoshligimizda ota-onamiz aytardiki, biz qurt baqardik, ipak qurti. Shu ipak qurtini mo'jiza, Allohning mo'jizasi bu deyishar edi. Yoshligimda buni tushunmas ekanman. Keyin fikrlarni o'rganib, Allohni tanigandan keyin angladimki, haqiqatda bu qurt Allohning mo'jizasi ekan. Nimaga desa, qurt kapalayda tuxumidan chiqib paydo bo'lib qurt bo'ladi. Biz bilamizki, bu qurt tut daraxtini bargi bilan oziqlanadi. Shu 15 kun, 20 kun bunga tut daraxtini bargini beriladi. Shu bargni yeb bir oyda ichida to'yadi. Ya'ni u agar qurtni tasavvur qiladigan bo'lsanglar, ipak qurtini ko'z oldilaringga keltiradigan bo'lsanglar, uni kallasi, boshi avvalda shu 1-2 millimetr bo'lsa, qurt o'sgan sari uni kallasi ham kattalashib boradi. Boringki, rasa to'ygan qurtni boshi 0,5 santimetrga yetadi. Shu bargni maydalab uni o'sha 0,5 santimetrli kallasidan yoki tomog'idan yoki o'sha koridordan 0,5 santimetrli koridordan ichiga tushadi. Qopchiq, qoyani qopchiq. Shu qopchiqqa bu sok, yam-yashil sok to'planadi va bir oyning ichida bu yam-yashil sok tut daraxtining bargini so'ki sariq, oldin oq bo'ladi, keyin sarg'ayadi. Sarg'aygandan keyin buni ipak qurt yemay qo'yadi. Yemay qo'ygandan keyin u endi o'ziga in yasaydi. Endi nimadan yashaydi? O'sha u qurtning ichidagi suyuqlik yana tashqariga chiqa boshlaydi. Tashqariga o'sha suyuqlik tashqariga chiqishi bilan qotib ipakka aylanadi. Bu ipakdan o'ziga u uy quradi. Endi buni mo'jizaligi shundaki, bu ipak qurti ana shu tut daraxtini bargini yeb ichiga tushib, uni so'q qilib, uni ichida bir oy turgandan keyin yana qaytib chiqishi bilan tilla narxidagi qimmatbaho ipak bo'lyapti. Endi shu qurtni mana shu qilayotgan ishini insoniyat mana shu yer yuzidagi butun olimlarni, ximik, fizik bo'ladimi, boshqa olimlarda hammasini to'plab, ularga 100 kilo daraxtni bargini tayyor yanchib, uni so'kini chiqarib bersangiz, shu olimlar mana shu tayyor so'kni ipakka aylantira olmaydilar. Ya'ni ularda mana shu so'kni, tut daraxtini bargini, yam-yashil so'kini ipakka aylantirishlikka professorlardagi ilm yetmaydi. Endi savol, bu yerda ipak qurti buni qilyapti desak, demak ipak qurti mana shu olimlardan ko'ra ilmliroq ekan. Mana bunday xulosa chiqarish mumkin. Yoki ipak qurtini mana shunday stanok qilib yaratgan, uni ortida bir qudrat, bir juda katta mana shu narsani qila oladigan, shu narsalarda biladigan bir zot turibdi. Mana bu ikki variantdan bittasi. Yo bu ipak qurti o'zi qilyapti va shuning uchun yer yuzidagi olimlardan ko'ra ipak qurti olimliroq bo'lib chiqadi, yoki uni ortida turgan shu narsalarni ipak qurtini shunday qilib yaratgan zot turibdi. Ana shuni bizni ota-bobolarimiz
o'ylab fikrlab, shuning uchun ular bu mo'jiza degan ekan. Mo'jizaligi shu yerda ekan, ya'ni mo'jizaligi Allohni eslatib turadigan, Allohni borligini bildiradigan bitta jonivor ekan bu qurt. Endi faqat ipak qurti emas, o'zi har bir jonivor shu narsani ko'rsatib turadi. Jonsiz narsalar ham hammasi Allohni borligiga dalolat qiladi, faqat uni biz tushuna bilishimiz lozim. Ya'ni ipak qurtini boqib, o'shaning ichida yurib, ammo bu ipak qurtini yaratilishi haqida, uni qilayotgan ishlari haqida o'ylamagan odam Allohni tanimaydi. Ammo bu qilayotgan ish bilan butun dunyodagi olimlarda qilayotgan ishini taroziga qo'ysa, olimlarda qilgan ishi va bu qurtni qilgan ishi umuman bir-biriga teng emas. Ipak qurtini haligacha, bugungacha olimlar ipakni o'ylab chiqishgan, lekin ipak qurti qilayotgan mana bu ipakni qilish olmadi. Mana bu bitta holat bo'lsa, ikkinchi holat, endi masalan Allohning borligini bilish uchun yulduzlarni, koinotdagi planetalarni o'rganish shart emas. Atrofimizdagi narsalarni o'ylasak, Allohning borligi kelib chiqadi. Masalan, mana biz hammamiz sigir, mol degan narsani bilamiz. Molni ertalab dalaga haydab yuboradi, kechqurun yelini to'lib uyga keladi. Biz hech narsa bo'lmagandek kelib uni yelinidan oppoq sutni sog'ib olamiz. Lekin o'ylamaymiz, mol sut berish kerak deymiz. Lekin bu yerdagi shu molni qilayotgan ishi haqida ozgina fikrlagan kishi Allohni borligiga qat'an keladi. Masalan, molni qo'yib yuborsangiz, bu o'zi yurib ketayotgan sut zavodi bu. Ya'ni o'zi boradi, u o'ziga o'zi ekspeditor, o'ziga o'zi injener. U borib nimani yeyishni biladi, nimani yemashni biladi. Borib ertamandan kechgacha shu o'tni yeydi-da, o't uni ichiga tushadi, xolos, qorniga tushadi. Mana shu ko'm-ko'k o'tlardan bir paqir, ikki paqir kun davomida sut ajralib chiqadi. Endi buni mana shu proses, ya'ni ko'm-ko'k o't molni qorniga tushib, u yerdan qanaqadir proseslar bo'lyapti-da, u yerdan sut kelib chiqyapti. Sut paydo bo'lyapti. Endi o'ylab boqing. Mana bugungi kunda ilm va fan rivojlangan davr. Shu davrda dunyoni olimlari, shu ximiklar, fiziklar bugunga qadar, hozirga qadar ana shu mol berayotgan sutdaqa tabiiy sut qilishga harakat qilishyapti. Mana bu haqda bosh qotirishyapti. Lekin haligacha bu oddiy mol berayotgan sutni ular o'ylab topishgani yo'q. Ana shu o't bor, ularga shu maysa, juda mayin, yumshoq, shirin maysalardan 1 tonnasini berib, mana shu molni qilayotgan, berayotgan sutini sizlar mana shu 1 tonnadan 1 litr shu molni berayotgan sutidaqa sut chiqarib bering desangiz, qila olmaydi uni. Mana Yevropa, Amerikalarda olsak, u yerlarda tabiiy sut bu olimlar o'ylab chiqqan sutdan 2 barobar qimmat turadi. Nimaga? Demak, u olimlar o'ylab chiqqan sut bilan bu molni sutini o'rtasida juda katta farq bor. Endi bu yerda savol tug'iladi. Unda mol ana shu professor olimlardan ko'ra aqlliroq. Buni mol o'zi qilyapti deyish mumkin. Bunga hech kim rozi bo'lmaydi. Chunki mol bu professorlar o'qigan ximiya, fizika fanlarini bilmaydi. Mol qaysi o'tda qanaqa vitamin borligini bilmaydi, lekin inson biladi. Sutda qanaqa vitamin borligini mol bilmaydi va u men mana bu vitaminlarni yetkazib berishim kerak deb o'ylamaydi. Bu 100%. Lekin bu olimlar mana shu molni sutida qaysi vitaminlar borligini va bu vitaminlar nimalarga foydali ekanligini biladi. Lekin shunga qaramay
Bu olimlar qilolmayapti bunaqasini, mol buni beryapti. Demak, bu yerda nima qoladi? Molni o'zi qilmayotgan bo'lsa, unda kim qilyapti buni? Molni o'zi qilyapti desak, bu professorlardan olimroq bo'lib chiqadi mol. Yo'q, mol o'zi qilmayapti desak, unda kim qilyapti? Ana shu molni berayotgan sutini, ya'ni ko'm-ko'k o'tni oppoq insonga shifobaxsh, foydali sut qilib chiqarib berish uchun qancha ilm kerak? Bu professorlarning ilmi bunga yetmayotgan bo'lsa, demak unga juda katta boshqa ilm kerak. U ilm kimda bor? Insonda bo'lmasa kimda bor? Bu faqat bitta variant. Mana shu molni shunday qilib yaratishga qodir bo'lgan uni ortidagi yaratuvchi. Ana shu yaratuvchigina bu narsani qila oladi. Mana bu fikr muhim. Biz musulmonlar atrofimizdagi narsalarga qarab, ularni qayerdan kelganligi, bu narsalarda paydo bo'lishi uchun qanchalik qudrat kerak bo'lishi va bunchalik qudrat, bunchalik ilm kimda borligini izlashimiz kerak. Shunda Allohning borligi, yaratuvchini borligi, hamma narsani bilguvchi, hamma narsaga qodir bo'lgan zotning borligiga kelib to'xtaymiz. Boshqa iloji yo'q. U zot bo'lishi kerak, bo'lmasligini iloji yo'q. U bo'lmasa, unda mana bu narsalar qayoqdan keldi? Shuning uchun birodarlar, bu o'ylab, fikrlab, oxir oqibat kelib mana bu narsalarda yaratuvchisini borligiga kelgan aqlli, fikrli insonlardir. Biz Allohning borligiga ishonsak, bu o'zbekligimiz uchun emas, yoki bizni ota-onamiz aytganligi uchun emas, yoki bizga bu yoqishi, yoqmasligi uchun emas, balki hayotdagi narsalarda aniq shunga dalolat qilganligini ko'rib turib iymon keltirdik. Buni bilgan odam, har qanday aqlli inson, xolis inson Allohni inkor qila olmaydi. Buni iloji yo'q. Men endi ozgina bitta misol keltirdim. Bunaqa misollar juda ko'p. Bu narsalarni yaratilishida juda katta kuch, qudrat, bilim kerak va ana shu bilimga ega bo'lgan zot bo'lishi kerak. Uni endi biz Alloh deb atayapmiz. Boshqalar boshqa nom bilan atayapti. Lekin insoniyatning orasida shu aqlli, fikrli odamlar borligi uchun doim ular Allohning borligini ko'rsatib, bildirib, o'zidan keyingi avlodlarga ham tushuntirib kelishgan. Shuning uchun hatto shunday deyishim mumkinki, inson farzandi 2-3 yoshda, 4 yoshda, 5 yoshda har xil mana shu boshida fikrlashni boshlayotgan paytda uni so'raydi, buni so'raydi. Ana shu yosh bolani aqli to'g'ri ishlaydi. Nimaga desa, u doim savol beradi. Manavni kim qilgan deydi. Manavi qayerdan paydo bo'lgan deydi. Bu aqlni to'g'ri ishlayotgan holati. Qarang, Alloh taolo shunday qildiki, inson farzandi yoshligidan aqli ishlashni boshlashi bilan u narsalar haqida to'g'ri fikrlab, yaratuvchini istayapti. Kim qildi? Qayerdan keldi deyapti. Ya'ni yaratuvchini izlayapti. Lekin ota-onalar, atrofdagilar bu haqda fikrlashda mana shu yosh bola kabi fikrlashda yo'qotdik. Bu narsalarda bu molda deymiz, bu qo'yda deymiz, bu insonda deymiz, lekin uni ichida ketayotgan holatlarda o'sha molni paydo bo'lishi, uni qilayotgan ishlaridagi noziklikni, undagi tartib intizomni, unga kerakli bo'lgan ilm, undagi qudratni biz ko'rmay qo'ydik. Mana bu muhim. Inson mana shu narsani yo'qotmasligi kerak. Atrofga doim hayvonlar kabi emas, inson, aqlli inson sifatida boqishimiz zarur. Bu narsalar qayerdan keldi? Bu narsalarda paydo bo'lishi uchun qanchalik qudrat kerak, qanchalik kuch kerak va bu kuch, bu qudrat kimda bor? Mana bu savollar juda muhim. Ayniqsa
bizni o'zimiz uchun men qaydan paydo bo'ldim, meni paydo bo'lishim uchun nimalar zarur bo'ldi va u paydo bo'lishim uchun zarur bo'lgan narsalarni kim menga muhayyo qildi va u kim menga uni muhayyo qila oladi. Albatta bu haqda bosh qotirish lozim. Agar bu haqda bosh qotirmasa, u inson hayotga kelib, hayotning mazmunini bilmay o'tibdi. Albatta bu Allohni tanishlik, Allohni bilishlikni ortida boshqa savollar, boshqa muammolar ham kelib chiqadi. Ularga bir inshaalloh yana davomida gaplashib o'tamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.